1050 so'radi. 50 so'radingiz. Narx-navo baland aka. Juda baland. Assalomu alaykum hurmatli Qashqadaryo xalqi. Bugun sizlar bilan birgalikda hafta 3 ta 3 bilan Qarshi shahrida joylashgan mashina bozori narxlarini sindiramiz. Ko'p turganlaringizda mashina har doimgidek ko'p. Akajon yaxshimisiz? Aka. Charchamayapsizmi? Sog'liklar. Jo'rmisiz? O'zingizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Keling bostirib aka. Bemalol. O'tiring qani. Hurmatli kuzatuvchilar, bu Abbos aka. Bu kishini taniysizlar. Hafta 3 ta 3 ta rahbari desak bo'ladimi aka? Bo'ladi. Bugun birinchi videomiz aka. Xudo xolasa. Ha. Nimani qilamiz? Zo'r yangilik, odamlar uchun foydali kontentlar, videolar, mashina narx-navosi bo'yicha, o'zimiz ishimiz haqida, Cobaltlar, o'sha boshlang'ich to'lovsiz, boshlang'ich to'lovli, foizsiz kreditlar, banklar qanday, hammasi haqida gaplashamiz. Bugun ochiqcha gaplashamiz. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladi aka, 2 marta bo'ladi. Men kirguncha bozorga narxlarni sindiramiz dedim. Hafta 3 ta 3 bilan. Bo'l. Uni ham qilamiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Birinchi bo'lsa, endi bugun bozor aka. Nimadan boshlaymiz? Otang bozori, onang bozori deyishgan baribir, to'g'rimi? Kerak bir mashinalarni ko'rsatib, bir foydali mashinalar bo'lsa, narx-navolar birinchi kursdagi bozor jarayoni qanday, keyin birma-birim o'zimizning ishlarimiz haqida bildirib boramiz. Bo'ladimi shunaqasi? Ma'qul aka. Ko'pmi deyman bozorga qanday? Bozor bo'ladi. Bor, mana qaysi mashinalar bilan birinchi boshlaymiz? Birinchi bilmasam aka. Mijozlar, mana bu klientlar nima qiziqroq? Ko'p birinchi oshir to'g'risini aytay, baribir o'zimizga Cobalt. Ha? Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshi? Charchan, o'zingiz zo'rmisiz? Mazza. Yil necha aka bu? 18. Necha so'rayapsiz? 120. Mexanika bu? Mexanika. Kraskalari? Kraska Ketna bakirlar. Qancha yurgan? 152. 152 ming. 19 akajon ko'raveradi. 18 dedilar. 18 dedingizmi? 18 120 bilan. Sodasi bor, ha? Sodasi. 2018-yil. Ichlarini ko'rsating, Asadbek. Ko'rsatib. Mana bu birinchi mashinamiz. Assalomu alaykum. Akajon, sog'liklaringiz, charchayapsiz, o'z zo'r, rahmat, ishlaringiz yaxshimi aka? O'z zo'rmisiz? Bo'lar, rahmat. Charchayapsizlar aka? Ha, bo'lar aka. Sizdanmi? Kelishtirib berasiz-ha bular hammasini? Xolasa. Ko'rsatib, bitta. Keyin aytgancha bu reklamalar qo'yib boramiz hammasini aka. Narx-navolar, kommentariyada nima mashina qiziq bo'lsa, narxlari, kredit bilan qanday chiqadi, bemalol kommentariya yozib ketsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha o'sha mashinalarni sizlar uchun obzor qilib, topib berishga harakat qilamiz. Aka, avtomat Cobaltdan ko'raylik. Ko'ramiz. Qachkalar narxlarini? Nexus 3 yil necha ekan? Sizdanmi akajon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Metallari bor ekan-a? Necha so'rayapsiz aka? 110 ha, 2018. Savdo qilinadigan joylari bor, ha? Xudo xolasa. 2018-yil 110 million savdosi bor. So'rashyaptimi aka? Narx qilishdimi? Qilishdi. Bozor qanday aka? Bu birinchi bozoringizmi yo? Birinchisimi? Metana bor. Tayyor mashinacha. Variant bo'ladigan bo'lsa, variantlar bormi? Yo, faqat qanday variantlar bor? Yetmay hech qanday qo'shilmaydi, foiz, moiz. Boshdan yetmay qolgan bo'lsa, mana variantlar bor. Xohlasanglar, men bank xohlamayotganlar uchun mana bemalol akamizga murojaat qilsanglar, xudo xolasa. Aka, nomeringiz nechida? Aytsangiz? Yozib qo'yamiz videoga. 88 654 18 Ismingiz nima edi? Uchqun aka. Uchqun aka nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilsalar o'tib berasiz aka, to'g'rimi? Halol nasiya bo'ladi. Aka, rahmat. Aka, endi shu mashinaning sistemasi yuribsiz. Narx-navo qanday? Baland, ha? Baland aka, juda baland. Endi ko'ryapsiz aka, mana bu xalqqa deb mijozlar dedim, yengil narxga, arzon narx, yaxshi narxga xohlaydi-da. Ne aka? Bu narxlar baland narx xohlaysiz. Endi
Nima desa bo'ladi? Bu arzoni ham bor, lekin narxni baland qilib ushlab turibdi. Mana eng arzon sotadigan akalarimizdan biri. Arzon topish uchun chiqsak aka, siz bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Hormat. Assalomu alaykum. Bo'l. Hol. Assalomu alaykum akajon. Mana bozorga mana shu akamiz insof bilan yaxshi narxga sotadigan bir avto tadbirkor akalarimizdan biri. O'zi sanoqli bir, ikkita, uchta bor, Qarshi bozori. O'shandan bittasi. Mana shu akamning mashinalari bilan bitta. Aka Gentralar arzon qaysini qo'yib beramiz? Gentralarni arzoni mana bu zo'r. Yili nechida? 22 tuzib bergan 21. 21 ga 22. 30 ming yurgan. Metani bor. Aha. Navorotlar qilingan. Nechi dedingiz akajon? Navorotlar qilingan 21 bo'lganda tek pasportda. Metancha bor ekan. Metani bor. Barlari ham bor. Bar, navorot qilingan. Tayyor so'raganlar uchun tayyor Gentra. Balonlar qo'yilgan. Kalinkali icharadimi? Bosh degan joyi yo'q. Orqalari bilan bitta mashina ko'rsatib bering, obzor qilib. Holatlari zo'r. Puli qanday variantlar bor aka sizga? Variantni beraveramiz, farq yo'q. 160 million so'm deyapmiz pulini. Kelishtirib beramiz, bir ikki so'm o't beradigan joy o't beramiz. Bank bo'ladigan bo'lsa ham holatini qilib beramiz banklar. Kelishtirib. Trading bor. Trading ham bor. Hisoblayverasiz, bemalol. Hisoblayveramiz. Nima mashina bo'lsa. Variantga bo'lsa ham Variantga bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'ladigan variantga ham o'zimiz mart kerak faqat. Qolgan kamchilikni men qilib beraman. Shunday bo'ladi. yana nima variant bor? Bu ham arzon. Assalomu alaykum. Mana bu ham bochib. Buni yili nechida? Amerikankalar qo'yilgan, optiralar qo'yilgan, hamma narsasi. Italyanskiy metallar qo'yilgan, tayyor. 22 chista bu. 22 chista. 22. Buraya hamda aka tayyor mashina qilib beringlar. Kimdir vaqti yo'q yugurishga, gazga borishga, boshqa qilishga. Tayyorida mana aka. Holatlari zo'r. Mashina zo'r. Balonchalar ham sveji turibdi ekan. Balonlar qo'yilgan. Kraskasi yo'q meni ham. Top-toza kraska. Toza, ha? Bemalol tekshirib turaverishsa Любой joyga proverka. 158 million so'm deyapmiz buni. 21 dan ham buni arzon qilib beramiz. Arzonroq. Sal ko'proq yurgan probeg uchun. Ha, probeg. 58 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 158 million 2022-yil. Yana kelishtirib ham beramiz. Varianti bor. Bizning nomimizdan kelsa yana ham o't beraveramiz aka. Gap bo'lishi. Zo'r narx. Zo'r turganlaringizga bizning nomimizdan kelsanglar, shunday. Sizlar xohlaganlaringizdan ham o'tib beradilar baribir. Ko'ngildagidek qilib. Bankmi, ikkilamchimi, boyki almashtirishmi? Nasiya ham bo'ladi, halol nasiya. Puli yetmay qolgan. Nasiya yetmaganlarni kelishtirib, bir ikki so'm o't beradigan joy o't beraveramiz. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz hozir. Shunday. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. 12lar 12tani ko'ramiz aka. Ekspert. Arzonroq bo'ladi. 12 ko'rsatamizmi? 12 sizlar bir ko'rsatib ketaylikmi? Damasam lekin aka endi aytmoqchi edim ha. Chunki ko'pchilik akalarimiz ham Damas so'rashyapti-da. Shunday. Bitta yangi pachka so'raylik, bitta robotchi bor. Narxlar osmon o'zi savdo bo'lyapti, narsa bo'lyapti, gurum bo'lyapti. Bu tayyor ekanmi deyman. Mana bumi? Ha. Damas kimdan aka? Assalomu alaykum. Yil nechiga to'g'ri? 2018-yil. Holatlar qanday? Kraska? Yo'q. Meroqchilar Chaqa-chuqa bor. Puli top toza. Puli nechi pul aka? Pulini 62 million deymiz, savdosi bor. Savdosi. Gazlari qo'yilgan aka. Metallari bor. Yangi metallar yashyapti. Ichlari bilan ko'rsin, tayyor Damas so'raganlarga ham. Yaxshi narx, 62 million. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. O'tib beriladigan joyi bor. Aka baribir Damas ham non topayotgan mashina. Конечно, aka o'zbekda bitta mashina Damas bo'lsa zarar qilmaydi. Любой joyga ketaverasiz. Bank ham bo'ladimi bu? Aka qanday variantlari bormi? Puli yetmaganga nasiya ham qilib beraverasiz, aka. Bo'ldi. Nasiya savdo, hammasi bor. Nomerlarini yozib qo'yamiz. Aka nomeri kim nomeri oldi? Damas bilan shug'ullanasizlar aka o'zlari, to'g'rimi? Nomeringizni ayting. 639 70 50. 90li 639 70 50 nomeringizni yozib qo'yamiz. Obid aka. Telefon qilishsa, kelishtirib, yetmay qolganda ham nasiya qilib beraverasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Bo'ldi. Hozir rahmat. Bitta pachka ham ko'ramizmi aka, yangi? Ha, ko'ramiz. Salom. Ranglisidan ham bitta ko'raylik, tayyor diskalar qo'yilgan ekan. Mana
Mana egalari ham bor ekan. Bitta ko'raylik ham. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Yil nechiga? 23, 24. 24. Qancha yurgan? Tablolarini ko'rsating. Zo'r. Ichkari ko'rsating, monitorlar qo'yilgan, parokchalar qo'ygan ekanlar, diskalar bilan. Xolos. Mashina kamchiligi yo'q ha, to'g'ri. Bitta o'zini ham bitta aylantirib ko'rsating mashinani. Balonchalari ham sveji diska qo'yilgan. Gazi ham bor aka? Yo'q. Gaz yo'qmi, benzinga ham? Qanday variantlari bor? To'g'ri, mashina. Bankda birlamchi qilsa bo'ladi. Bankka birlamchi qilsa bo'ladi. Variant ham bormi? 1 oy 2 qarzga? Yo'q. Yo'q ha? Faqat naqdga yo bank. Narxi nechi pul? Narxi 95 million. 95 million. Kelishtiriladigan joyi bormi? Ha, o'tib beradi. Naqd kelsa o'tib beramiz. Rahmat akajon. Salomat bo'ling. Mana ikkita damas ko'rsatdi, xudo xolasa mijozlar bilan. Endi labolar ko'rsataylik. O'zimizda o'lmas, bitmas mashinalardan bittasida labo. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. O'zim sizlardan bo'ladi, aynaveramiz. Labo kimdan aka? Assalomu alaykum. Yil nechi to'g'ri? 2022-yil Labo. Holatlari qanday? Kraska? Kraska mana shu eshigiga bor. Mana shu eshigiga bor ekan. Pulini nechi pul deyapsiz? 80 ozroq kambo kelishamiz. Yaxshi. Yo'q. Labo 80 million. Yana kelishilayotgan. Qanday variantlar bor, To'g'jon? Bank qilib beramiz naqdga. Naqdga bank qilib. Yetmay qolgandan ham kutish varianti bormi? Bir hafta 10 kun, 15 kun. 10 kun, 15 kun. 1 oy. Kelsa bir oy ham bo'lar ekan. Olaman degan jazman bor. Nomeringizni bitta aytsangiz. 98lik 98lik 180 180 06 07. 0607 ismingiz kim aka? Hamza aka. Nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. 80 deb. Ketdingiz. To'g'jon rahmat. Bitta damas. Qaysi damas akajon? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yil nechida akajon? Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 24 ga 25-yil damas. 20 ming yurgan. Ha, kraska yo'q. Halol. Halol. Gazlarichi? Metan 13 yumshoq balon qo'yilgan. Tayyor. Pulini nechi pul deyapsiz? Pulini 94 kelishamiz. Kelishtirib berasiz. Qanday variantlari bor aka? Bank qilib beramiz. Ha. Yetmay qolsa ozroq kutamiz ham. kutamiz. Barter xizmatlar bormi? Yil iskiro damaslar yo'q, ha? Faqat shu, ha? Shu. Bo'ldi. 93lik hozir. 93lik aytavering. 121 37 44. 121 37 44. Ismingiz kim akajon? Roshan aka. Bemalol telefon qilishsa bo'ladi aka. Nasibsa narxi pachka. Bunisimi? Ha, kakras bizga pachka ham kerak. Bitta pachkani ham tanishtirib. Pachka lekin unga 1000 metan yumshoq balon qo'yilgan. Gaz tayyormi? Hamma narsasi tayyor. Pachka mashinga mana 3 kilometr. ko'rib turganlaringizda mashinamizni holati ideal deymizdan bo'lsa aka. Ha, ekanisi pachka aka. Gazchalar qo'yilgan ekan, metan. Ammo polmol teshib bunday o'xsham devona qilib qo'yilgan bu. Benzinga qanday ursa metan ana shunday. Ochib ko'rsavering aka bemalol. Yo'q, videoga olib nima qilaveradilar. Qarang, polmol teshilgan. Bunga ham o'z nomeringizni qo'ysak bo'ladi. Bu ham xuddi boyagida bank yetmagandan ham kelishaverasiz. 97 kelishtirib beramiz. O'tib beradi, savdosi bor. 303 kilometr. 25 texnik pasportlar. 24. Ha, 24 25 pachka hamma narsa qo'yib qo'yilgan. Nomer olingan to'qilmagan ham nomer. To'qilmagan, ha? Bunisi xullas rasxod qilinmagan. Hamma narsa qilingan, chexol, polik. Pachka so'raganlar, pachka gazi qo'yilgan tayyor. Bank desa bank. Bunisiga hamma narsasi bor. Chexol, polik, gazingiz faqat haydash kerak olib. Bir kunga shuni qilib beramiz. Bo'ldi akajon. Akajon, rahmat katta. Salomat bo'ling, charchamang. Xo'p bo'ladi. Lavocha yo'q ekan. Bo'ladi, lavodan Kim beringlar, qo'yirsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Sog'ligingiz yaxshi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aka, xormayli, yaxshi, salomatmisiz? Akajon. Assalomu alaykum. Yillik Sanjafo buni. Charchamayapsizmi? 2018-yil. Videoga olsak bo'ladi, aka. Ishlari bilan o'zim mashinacha svej turibdim deyman hali. Assalomu alaykum. Akajon.
Zo'r, charchamiz. Sizlar yaxshi. Rahmat. Birinchi legendalardan aka. Topilmas. Yo'q, bunday mashina. Qancha yurgan aka? 68 ming. 68 ming halol akajon. 68 ming halol. Aytganingizdek qiyin topish. Propani bormi aka buni? Propan, mashina holatini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r, tiniq holat. Kraskalari yo'q aka? Kraskalari yo'q. Top-toz. Pulini necha pul deyapsiz? Probek, kraskalar yo'q, top toza. 240 million, ha? Qanday variantlar bor aka bunga? Bu faqat naqdga. Naqdga. Naqdga qilib. Mashina bo'lsa ham hisoblab olaverasiz. Ha, agar urilmagan. Trading bo'lsa, olaveramiz. Trading, ha. bank ham bo'ladi aka. Bankka bu chiqmasa kerak menimcha 18. Zalogga qo'yib yetmay qolganini olib bersak bo'ladi, ha? Shunday variantlarni ham qilsak bo'ladi. Nomerlarini olaylik. Mana akamiz Inamarka shaharga qarshi yaxshi Captiva va Malibu mashinalar sotadigan akamiz. Bemalol telefon qilsanglar, xudo xolasa, arzon narxda ishonchli. Asosiysi qimmat mashina oladigan odamga ishonchli mashina kerak, boshqa narsa kerak emas. O'shanda nima? Mana shu Baxt akam tavsiya qilamiz mashina oladiganlar. Aka nomeringizni ayting. 93 935 77 07. 93 935 77 07. Bemalol murojaat qilib, xudo xolasa, shu katta mashina, qimmat mashina olaman desanglar qilaveringlar telefon. Olaman desa, variantlarni bemalol gaplashsa bo'ladi aka. Akajon rahmat katta aka. Boring, charchama. Sog' bo'ling boringlar. Akajon, xo'p bo'la, boring aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mashinchani juda bir akkuratli mingan ekanlar aka. Yo, O'zi shunday haydaylarmi? yo, o'zi yaxshi. Captiva qanday? Sallaylar aka. Charchasiz. Assalomu alaykum. O'zi yaxshi mashina. O'zi menga bitta zo'r variant borda, siz esingizdan chiqib ketadi-da aka. Qanaqa variant aka? Video uzmayapsizmi operator? Hamma mashinaga bitta siz nomeringizni qo'yib chiqsam bo'ladimi deyman aka. Endi o'zlarini boshi reklama qilib ko'rsatib beraylik aka. Shunday lekin. Mana tog'amizdan turibdi. Assalomu alaykum. 25 mi? To'g'ri, nima mashinalarsiz bor? Assalomu alaykum. Hormaylar. Charchamayapsizmi? Mana bu bor, Onyx bor, Gentra bor. Nima skidka qilib berasiz? Qaysi mashinalarsiz arzon narxga qo'yib berasiz? Mana arzon qo'yib beraman. 165 deyapman Onyx. Aha. 160 bo'lsa berib yuboraman. Aha. Buni ham 165 deyapman, 22 Gentra. 22 Gentra. Aha. Buni ham 160 bo'lsa berib yuboraman. Yana nima bor? Mana ham bitta oling. Ikkita. Ikkalasi. Gentra ham tayyor ekanmi? Bozor qanday ustozjon? So'rashyaptimi? So'rab ketishapti. Bular birinchi bozori mashinalaringiz. Birinchi bozor, ha. Alasa. Svejiy. Gentra ham, narsa. Qolar balki. Gentra nechi pul dedingiz? 165 aytilishi, 160 bo'lsa berib yuboraman. 22 yili. Gazi bor, hamma narsasi bor. Amerikanka, Optra, video registrator, monitoring. Aha. Shularni oldidan bir aylantirib, faralar bilan tayyor ekan. U yana ham o'tib beradigan. Yana ham o'tib berasiz. Olaman deb telefon qilishsa, o'z nomeringizni qo'yib qo'yamiz pastga. Mayli, xo'p. Bir ikki so'm o'tib berishim mumkin yana. Mayli. Nomeringizni aytsangiz? 91lik 91lik 320 320 9019. 9019 telefon qilsanglar, to'xtagan narxlardan mana eshitdinglar, yana o'tib beraman 1-2 so'm dedilar, ha. Bank orqali ham chiqaraveraman bemalol. Yetmaganini nasiya qilsam bo'ladi. Ha. Bo'ladi. Tushunarli, To'g'jon. Ham chiqaraman. Rahmat. Variantga ham chiqar ekan. Rahmat To'g'jon. Salomat bo'ling. Mana xudo xolasa bemalol telefon qilishsa aka, mana variantlar ham bor ekan. Qilib beraman deyishyapti aka. Qilib beraman deyishdi. Mana shu Gentrani ko'rsatinglar. Mehnat qilyaptilar. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib qo'yib. Yili nechi? 23. Assalomu alaykum. Mana katta bolalar deyishadi, Gentra. Qancha yurgan aka? 17 ming. 17 ming yurgan. 17 ming Gentra. 17 ming, lekin sal yurganga o'tadi-da aka. 17 ming bo'ladi, normal endi yuraydi-da. Assalomu alaykum. Abbos, mazan yaxshimi ko'rsangiz? Assalomu alaykum. Mazan yaxshimi? Assalomu alaykum. 5 kilo. Katta bolalar mashinasi yo'q pachka. Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menda Slavisa. Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi? 2023-yil 17 ming. Aka nechi puli? 190 ming. 190. Kelishiladigan joyi bormi? Kelishadi. Qanday variantlar bor? Farqi bank yo naqd. Bank yo Olaman degan odam kelsa, xullas, qanday yo'l bilan variant qilib berasiz. Puli yetmay qolsa, kelishamiz. ha. Nomeringizni aytsangiz?
90'lik 668 90lik 668 49. 49. Ismingiz nima? Shohruh. Yana aka. qo'shimcha narsa ma'lumot aytaman. Shu nomer deganlarga telefon qilsanglar, Jam o'zi mashinaga zapchas eng arzon optim sotadigan akam shu kishi bo'ladi. Xudo xolasa hamma. Bu Mana shunday o'zi ma'lum. mashina purishmaslar. Bu mashinalar o'zlariniki, haydurgan mashinalar sotishga qo'yganlar. To'g'rimi aka? Yo mashina purishmisiz? Yo'q. Asosiy ish zapchas. Zapchas. Optim eng Foydali- arzoni, eng Foydali original. ma'lumotlar bo'lsa shunday aka berib ketavering. Men aytamanki o'zi bu siz nomeringizni qo'ysa ham bo'ladimi? Hammani taniyapsiz aka. Bemalol mashinaga mana bitta ko'rsating mana. Emblema kerak bo'lam, fara kerak bo'lam, kapotmi, bufermi, padnomermi, xullas mashina nimasi bo'lsa, mana shu akamga murojaat qilsanglar, eng arzon, eng ishonchli dastavka ham bor aka. Hammasi bor. Dastavkalar-chi. Viloyatgacha aka dastavka. Farqi yo'q. Chiqarib yuboraveramiz ha. Qiziq. Bo'ldi. Bizning nomimizdan kelsa o'tib ham berasiz. Skidka beramiz. Bo'ldi aka. Abbos aka O'zlaringiz ketar ko'rdinglar. bilasiz. Bemalol telefon qilib Abbos aka nomlaridan chiqaversanglar bo'ladi aka. Ketdi. Cherry ham ketdi. Akajon, ko'rsan, rahmat aka, rahmat, salomat. Cherryni ko'raylik ham bitta. Assalomu alaykum. Akajon, sog'liklaringiz yaxshi? Chacha. Assalomu alaykum. Yil nechi buni akajon? Hormay aka. 2024. Qancha yurgan, qanaqa pozitsiya bo'ladi? 7 Pro aka bu. 7 Pro demanda 30 ming yurgan. Cherry 7 Pro. Ichlarini ko'rsatavering. Narxlari qanday? Chotlik 7 Pro ekan Cherryda. 180 deyamiz oxiri. 280 ha. Yana kelishtirib berasiz. Probeglarini qanday dedingiz? Chista o'zi 30 ming. 30 ming yurgan, 2024. 2024 30 ming yurgan Cherry 7 Pro. Proban ketadi aka bilishim bo'yicha. Rasxodi ham zo'r, kamgina yana uni yengil. Bir qo'l. Aka qanday variantlar bor mashinaga? Farqi yo'q, qanaqasi xohlasa. O'shani aytsangiz. 24. Yo'q, shunday gapiravering aka. Farqi yo'q, qanaqa variantlar ham bo'laversa. Dokument 1-2-3 ga bo'laveradi. Bankmi, bunaqami. Aha. Gaplashib Nasihatchi aka. Nasihat savdo ham bo'laveradi. Eng kam necha pul bilan bo'lsa berasiz. 275 bo'lsa beraveramiz. Yo'q, mana boshlama puli qanchadir yetmay, qanchadir puli bo'ladi. Pul bilan kelib 30% bo'lsa bo'ladi. 30% bo'lsa bemalol mana. Bemalol bo'laveradi, xarid qilsa bilan bo'ladi. mana Cherry 7 Pro. 7 Pro 30 30% ming yurgan, toza mashina. 80-90 millionga aka Gentrap ikkilamchi bo'ladi. Undan ko'ra nasiya savdo qilib sizdan olib ketsa bo'ladi. Nomeringizni ayting akajon. 91 257 77 17. Ismingiz? Husan ismi. Husan ismlari akamni, xudo xolasa. Bemalol. Baraka topsa. O'zingizning mashinangizdan mi? O'zimniki, ha. Yana boya aytganingizdan o'tib berasiz telefon. Bizning nomimizdan. Bonuslar bor. Sizlar nomlaringizdan kelsa adreshi. Akajon rahmat katta aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p aka. Ko'rganlaringizda bizning nomimizdan kelsanglar, aka, sotamiz narxlardan xudo o'tib berib, yana Ha, bonus ham chiroyli qo'shib narx beraman deyaptilar. Ketdingmi? Mana shu Pradoni ham ko'rsataylik ha, yuring ha. Assalomu Buni alaykum. lekin, Aka, sog'liklaringiz uchun uzr, rahmat. Ishlaringiz buni yaxshi? lekin aka men bilishim bo'yicha borki, bir 5 ta 6 ta biznes bor akalar borki, Ha, ha. fondga minib yurishadi-da buni. Aka buni Buni o'zini nima deydi, qarang, kayfi bor deydi. Tanishdi. Buni nima qiladi? Restoratsiya qilsa, u yomon bo'ladi. Ovozini. Aka bir gaz bosing qani? Bitta aylantirib chiroyli olib bering. Ya ovozini qarang. Havo chiqaravera. Yil nechiga aka buni? 2008. 2008-yil. Qancha Lekin- yurgan? 23,5 ming. 23,5 ming. 23,5 ming yurgan. Bu yangimi? 23,5 ming narxi. Probegi 150 ming. Ha, 150 ming yurgan. Sizlarni shunday videoga olsak bo'ladimi? Berma, berma. Yoqilg'isimi aka? Yo'qligisi propan qo'yganmiz 70 talik tabletga. Kraskalari? Kraskasi tamojdan olib kirib kapot qilib Arqalarini ham, arqalari bilan bitta oling. Darfudar yemagan. Toza mashina xullas. Petno Qanday variantlar bor? Narxda. Bank bo'lmaydi aka bu. Yo, bank bo'lmaydi. Vikka, barter farqi yo'q, ketaveradi. Nomeringizni ayting, mana Prado so'raganlar uchun. 91lik 461 461 11 17. 11 17. Kim deb qo'yaylik aka? Mansur sizlari. Mansur. Mansur aka telefon qilib bemalol o'tib berasiz narxini aytganingizdan ham so'rashsa. Bo'ldi. Rahmat. Bitta Monza qo'yamiz endi. Mana Monza chiqqan ekan, xudo xolasa. Kecha shuni telefonda Orasidanmi? aytishganda man narx navosi menga 200 millionga ol deyishdi. Shunimi aka? Ha, yana mana ko'ramiz, xudo xolasa.
Monzachan bemalol siz olavering. Aka qancha yurgan bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sotildimi? Sotildimi? Assalomu alaykum. Alaykum. Puli nechi pul aka? 210 million. 210. Kraskalar, ha? Kraskalar, kraska toza, ha? Gaz yo'q, ha? Propan qo'yilganmi tabletka? 70 barobar bo'ladi. 70. Mana savdo ham bo'lyapti, nechi pul so'rayapsiz? 70 million. 170 million. 170 millionga bermayapsiz, ha? Berishmayapti. Berishmayapti. 2023. Naqd pul ishtir. Men qarz pas qoldirmadim. 16500 ham so'radi. Endi ular so'rab ketyapti. 16500 ga naqdga bermadingiz, ha? Birinchi mana qarang. 1 million qo'shdim 70 ga. 2 million. 3 million. 5 million. 75 million. 175 million bo'lsa bering. Blogerni zaps qilyapsiz. Undan baland. Zaps bo'ladi, akajon. Ha. 175 million bo'lsa Qachon tushadi bu Deo jemlar? Biz ham shu uchun chiqqanmiz. Shuning uchun maqsad shu aka o'zi. Tushirsin bo'ldi endi 200 million ham bo'ladi bitta jenter endi bir musofirlar ham haydash kerak-ku. Boylarga pul bor-ku. Audi xalqqa kuchi yetmayapti. To'g'rimi? Qilish kerak deysiz. Nima Tush kerak mashina aka. Tush kerak endi. Yangidan ko'ra bozorga eski mashina qimmat-ku shu. Bu tarafini ham hisobini olish kerak. Tayyor mashina. To'g'rimi aka? Shunday. Endi gapdan gap ko'p. Endi bu davlatimiz tinch bo'lsa, asl gap kerak emas. Mashina minarmizda endi. Endi ota-bobamiz minmay o'tdi-ku. Mototsiklda o'tdi, Jiguli haydab o'tdi ota-bobamiz. Endi biz haydayapmiz-ku, Nexia haydayapmiz, Lacetti, Gentra haydayapmiz, boshqa. O ota-bobamiz minmagan mashinalarni minyapmiz-ku. To'g'rimi? Kimga shukr? Allohga shukr. Boshqa narsa kerak emas. Bozorlaringizni bersin. Rahmat. Nechta qildingiz buni? 75 million, 175 million qildim. Bermadilar 175 ga. Uka, bersangiz olib ketaman. Mayli. Nechta pul qilib berasiz oxirini? To'xtagan. Necha pulga qo'yib berasiz? Yo'q, ancha kammi hali. 5 million zo'r qildim 2023. 23 olinsa 25 bo'lsa, erta 26 kiryapti. 3 yillik mashina bo'lyapti. Narxda yomon yo'q deydi aka. Sog' bo'ling aka. Xo'p, Xo'p, charchamang. Dardlarini aytdilar. Aytdilar, hali ham. Ishlardagini aytdilar. Qolib ketdilar. Odam ko'plik qildilar. Shunday. Bo'ldi. Arzon-arzonlarini qo'yamiz bo'lmasa, shu akamiz uchun. Bo'lasa, eng zo'rlarini qo'yib boramiz. Hali ancha kammi aka bo'lmasa? 205 mi? 205 mi? 200 ga ham berib olasiz, kelsa. Dardlari aytdilar. Ha, 200 ga beray ekanlar. Unda ayg'ini lekin men ham so'radim. Variantlar qanday bu aka? Variant faqat Naqd aka. Yo'q, mayli bank qilsa ham bizga naqd bo'ladi-da shu. Plastik tayyorlab bersin, xohlasa 5 sena qilib bersin farqi. Yo'q, qani Pul to'lash 20 million yetmay qolganini variant qilib berasizmi yo'qmi? Yo'q, Bunday bo'lmaydi, ha. Biz bank bilan naqd qila olish kerak. Biz nasiya yo'q-da, xullas. Aka rahmat katta aka. Sog' bo'ling akajon. Xo'p. Bo'la. Mana Abbos aka. Hali ham bu kishi bitta aytgan narxda. Baland deyaptilar aka. Shu qo'yib bersangiz, hamma baqiradi. Aytishadi, ha. Shuning uchun aytaman-da aka, arzonroq mashina topaylik. Arzon bo'ladi, arzon. Arzon bo'lsa, Sarentan ko'ramiz. shunday odamlar maza qilsa aka. Mana hozir hammasi bo'ldi, Kia Sarenta bor ekan, ha? Egalari bormi, yo'qmi? Buni egasi yo'q aka. Yo'q aka, mana egalari nomeri. Nomer ham qo'yib qo'ying. Ha, aka bitta XL ham qilib yuboramizmi? Qo'yamiz. Bu kimniki bo'lsa, buni ham egasi yo'qmi deyman. Aka kimdan ekan bu? Sotildimi? Sotildi. Mana 2023 bo'ladi XL. 6000 yurgan aka, 6000 kilometr yurgan. Mashina tiniq holat. Lekin aka jangda udashli mashinalardan bittasida to'g'risi bu ham lekin sal baland aka. Ha, puli endi baland. Lekin mashina amerikanskiy haqiqatdan. Shuni. Ko'rsatishlar mumkin. Bu hali berib bo'lmaydi ham. Yo'q, hali juda qiyin.
xalqning dardini qanday eshitsa bo'ladi? Eshitaylik ana yo'qmi? Birinchi shu global xalq dardi aka mashinalar qimmatligi. Ha. Chiqishadiga mana 50 ta mikrofon taqib olishadi-da, men salondan arzon beraman. Ha. 1,5 ming arzonga sotaman. 2 ming arzonga sotaman. Ha. Nima shu oddiy xalq o'shani ko'rmaydi aka? Agar rostdan haqiqatan shunday bo'lsa, assalomu alaykum. Sog'lik yaxshisiz? Chacha. Assalomu alaykum. Hormat aka. Assalomu alaykum. Akajon, sog'lik yaxshisiz? Assalomu alaykum. Hormat, salomatsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Xudo xolasa. Ana akam kobutlari bor. Yil nechida akajon? 23-yil. Bu giyimmi, gummi? Yangicha svetdan aka? Shuna gan, ha? Gan, Gum. Mana ko'rsang, qancha yurgan, kraskalar qanday? 18 ming yurgan, toza. 18 ming yurgan toza Kobul. Gazi bor aka? Gazi yo'qmi hali? Hech narsa qo'yilmadi. Kraskalari top-toza. Balonlari ham hali sveji turibdi. Olib qo'yganman. Ko'pchilik oqdan emas, boshqa svetdan haydayman deganlar to'g'ri kelagan aka. Oqdan ko'ra shu 5 million so'm kam qilib beramiz. O'shani narxi necha pul dedingizda? 47 qilib beramiz. Bizning nomimizdan hozir YouTube'ga qo'yamiz aka, nomeringiz bilan. Yana ham o'tib berasiz, xudo xolasa. Telefon qilishsa, videozni ko'ruvdi aka, o'tib bersa 91lik 457 457 50 50 kimni aka? Ismi? Jamshid aka. Dartman. Variantlar qanday bo'ladi? Varianti ham kelishamiz. Yetmay qolganda 10 million 15 million yetmay qolsa variant ham qilib beraverasiz. Xudo xolasa. Bo'l. Tushunarli. Bo'l. Xohlagan turlaringizga qilib beradilar, xullas. Aka salomat bo'ling. Akajon rahmat katta. Rahmat. Dartmanni ham. U Faralar tayyor. Men achkimga qara ko'rinib Darkman ekan-a? Darkman. Lekin juda chiroyli svet ekan. Tonirovkalar qilingan, tayyor. Qancha yurgan ekan? 46 ming yurgan. 46 ming. Chexollari bilan. Tonirovka 11. Tonirovkaga hali 1 yil ekan-da pashta, ha? Endi sveji qo'yilgan ekan Tonirov. Gazchi? Benzinga. Benzinga. Gaz qo'yilmagan. Hozirni chexollar qo'yilgan. Chexol polik qo'yilgan. Amerikanka olib turib. Amerikanga qo'yilgan. Tonirovka pashta 1 yil bor ekan. Amerikanka olib turib ham originalda. Gilansiga qo'yilgan ekan. Bu ham boyagi nomerni qo'yib yuborsak bo'ladimi aka sizdan? Ha, bo'ldi. Buni ham boyagi egalari bitta nomer ekan. Buni 180 so'rayapman. 180. Necha pul qilib berasiz? Kelishtirib beraman. Aka sizga qanday variantlar bor? Ha, bir 20 minut bundan qarz bo'lsa ham beraveradi, 1.5. Bundan tashqari ham o'zi qanday mashinalaringiz bor? Qanday variantlar bor? Nima bor? Trading bormi? Yo'q, endi shu. Xohlagan Berini gaplashaveramiz. qilavering, mashina topib beramiz. Xullas telefon qilsanglar, ha. Sizlar xohlagan turga qilib beradilar, xohlagan mashina topib berasiz, xudo xolasa, ha. Variant ham chiqib ketaveradi. Shunday yetmay qolgan kimdir 20 million 30 million yetmay qolsa halol. Bank aralashmasdan o'zingiz bilan dogovorni bo'laveradi, aka. Tushunarli. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling akajon. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka. Chacha. Rahmat. O'zingizsiz. Assalomu alaykum. Bozorga kirishga kirdi endi mana bunday Nexia'lar ko'rsatmasi juda ham mashinaning o'zi bir ko'rishdan ham ko'rinadi, ha aka? Ichlari bilanmi? Ha. Aka Gentrani legenda deyishadi. Mana aka haqiqiy legenda. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Ha. Qara, bak 700 bo'ldi. Ha. Buni sotadi. Ha. Ha. Mana o'zlari 2 noksayda yurgan ekanlar. Mana o'zlarining legendarni o'zlari uchun taxlagan Nexia'larni sotishga qo'yibdilar. Asaga necha pul bu? 90 jam kam bo'ldi. 90. Yili nechi buni? 2015. Shu sal pasaytirib berasizmi aka? Muzikachasi. 2015-yil. Nexia 2 da bu bir qilingan, to'g'rimi? Qancha tuning qilingan? Qancha yurganda? Ko'ramiz-ku. 140 ming halol probek aka. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Hammasi. Samfur, nima? Karazera. Samfurlarni olsam. Qanday variantlari bor aka buni? Buni qanday? Misol uchun endi variantlarni aytsizmi? Eng kam qanchadir bo'lsa, qanchadir 85 bo'lsa
85 naqd pulga. Mana pul yetmay qolgan joylar bo'lsa kutish ana imkoniyatlari bormi? Variant qilib berasiz 5 million yetmasa. Bozorga mana shu Assakam bola, mana shu akam o'zlari o'g'illarinikini sotishga olib chiqqanlar. O'ziga nima mashina olib berdingiz? Ekinox olib beribdilar, xudo xolasa. Yaxshi narxga sotadilar mashinalarni. Mana o'zlarining Nexia javob. mashina ham javob. ABS abagir hammasi bu. Ha. Nomeringizni aytsangiz, Yozib qo'yamiz. 91lik. 91lik 460 42 77. 42 77. Assaka ismlari bemalol telefon qilib, xudo xolasa, mana shu mashinaga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib bir olti Lux kansa. Ichlarini polni oldizdan kondisionerlarini ko'rsatib bir olti deyaptilar. Xudo xolasa, Aka buni ham o'zini olaman deganlar. Shaharga ajralib yurib. Ishqibozlar bor. Men o'g'illar shu bitta bo'ladi, men shunday qilay debdi-da. To'g'rimi Assaka? Qiziqadi. Lekin Malik bilan bu tursa birinchi bunga qarayman. Aka lishda men o'zim. Ha. To'g'risi. Aka bozoringizni bersin. Ketmaydi. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling akajon. Charchamang. Mayli aka. Aka sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat aka. Mana Nexus salafalliklar. Qancha yurgan aka bu? 38. Ha, 38 ming. mana kelinglar. Kelinglar. Mana aka. Joyi. Qaysi? Shuni aytibsiz-da siz. Bu yarasi bu mana qara, bormi? Endi u salonga turgan mashinadan chiqmaydi aka. Yilini ichigan aka. Necha pul deyapsiz? 138 so'rayapti. Necha so'rayaptilar? 33 qildi. 33 qilibdilar. 21-yil. Qancha yurgan? 35 dedim. 1 million ham mayli ber deganlariga kuch qirgan joyiga mayli 34 bergan. Oxirni aytdi degan. 21-yil. 1 million chiqmaydi. Bering, bering aka, bering. Bir mol pul berganga o'xshagan. Bozorga birinchi savdo bo'lyapti. Aralashayotgan. Baraka shu endi bosh. Bering deyapti. Aytdingiz, xarajati boyaq berdi. Ham yig'iladi. Yana so'ragan paytim unday ahvolda aytganingiz bering. Bosh. To'g'ri kelsa berib yuboring aka. To'g'ri kelsa. Boshqin. 34 qilib bering chiqaman aka bozordan aka. Necha pul deyapsiz aka? 1 million qilib 1 million. Boshqinga To'g'ri kelsa berib yuboring aka. Berib yuboring aka to'g'ri. Bozorga birinchi savdo shu odam qilyapti. Shunday. Bo'ldingmi yo'qmi? Bering. Bo'ldingmi yo'qmi? 500 qo'shdi meni. Aka oxirini aytdilar-da. Ha, sen bitta narsa uka. Berib yuboring aka to'g'ri kelsa 1 million. Barakami? Pul olib kel. 34 qilib bering aka, chiqaman. Qo'shing, qo'shing, siz ham qo'shing. Yaqinlashing qani? Qo'shdim bir og'izdan mana. 500 ming qo'shdim. 38 dedim, 35 bersa chiqaman. Mana 500 qo'shdilar aka. Qo'shdim borki 200 dan desam ham og'zim charchamaydi. Bosh. 500 mingga qaytarmayman 500 mingni bor-ku, mana pul bersin sen. Olib kel pulni. Zaklat. Bering aka, bering yomon qilib. Olib kel. Pulga kichik qo'ymaydi. Yo, mayli mashina. Keling, keling. Endi qattiq savdo boshlanadi. Endi qattiq savdo boshlanadi. Turganlaringiz ham. Aka, kiringizlar. Qurban aka, olib kel. Olib aka. Olib kel. Moshincha o'zi yaxshi ekan-a? Abbos aka. Mashina o'zi yaxshi ekan-a? Ha, mashina zo'r mashina ekan. 21-yil. 133, 134 million savdo bo'lyapti. Mashinam shu pulga yarasha arziyotgan. Assalomu alaykum, Ismatton. Assalomu alaykum. Xudolar sotildi. Bo'ldimi akajon? Baraka bo'ldimi aka? Nechga baraka bo'ldi? 135,5 bo'ldi. 135,5 ga. Yaxshi kuning ishlatdim. Ha. Shuni aka, yaxshi kunlar siz ham haydang mashinani. Sizlar qaysi? Bizlar YouTube'ga. Yili nechida bu? Yili nechida akajon bu? Ozgina kutamiz bo'ldi. 21 mexanika 134 millionga. 133,5 ga baraka bo'ldi Cobalt mexanika. Gazlari bor-a, tayyor. Yo'q, benzinga yaxshi. Benzingami? Barakasini bersa, ketdi. YouTube'da nimadan ko'ramiz men endi nasib qilsa? YouTube'dan xudo xolasa avto 3 deb yozsangiz chiqadi xudo xolasa. Sog' bo'ling, yaxshi kunlar bilan. Charchaman. Ha. Ash Cobaltcha nima deysiz aka? Ash Cobaltcha. Rangchasi ya. Cobaltcha mana aka. Lekin misal injiroq rangi aka yuvib yurish kerak, akkuratni yurish kerak. Majbur qiladi yuvishga. Sizdanmi aka o'sha? Pachkami? Yo 32 ming yurgan. 32 ming yurgan. 32 ming. Yili 23. 2023-yil. 23-yil. Kraska toza aka? Ha. Kraska toza. Qanday variantlar bor aka?
Keling, ekran varianti. Keling, ha, bu yoqqa keling, ha. Qanday variantlar bor? Hamma varianti bor aka, xohlagan variant. Trading, Hammasida. trading ham bor. Birlamchi. Qilib berasiz. Ikkilamchi, naqdga, nasiya savdo, Hammasi bor. Necha pul bilan olib ketsa bo'ladi? Bank emas, o'zi bilan dogovor qilib. Yetmay qoladi. 10 million bilan olib ketsa bo'ladi. 10 million bilan. Beraverasiz. Nomerlarini tez yozib qolaylik. Nomeringizni aytib o'ring. 91 814 4041. Farruh. Farruh aka. Bundan tashqari ham mashinalaringiz bor aka. Luboy. Telefon qilishsa, mashina variant qilib beraverasiz. Mashina olib qolasizmi? Mashina sotib oladilar ham, sotib beradilar, hammasini qilib beraverasiz. Mashinaga oid Ekran o'chib bo'ladi. bo'ldi. Telefon qilishsa, aytilgan narxdan ham o'tib beraverasiz, xudo xolasa. Bonuslariga ham biror nima qilib berasiz. Bizning nomimizdan chiqishsa. Bo'ldi. Aka rahmat. Motlardan chiqsa. Bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar. Qo'yib beramiz. Abbos aka nomlaridan chiqsanglar, metan deysizlarmi, gaz deysizlarmi? Xudo xolasa muammosi yo'q. Chotki qilib berishar, ko'ngillarizdagidek. Bemalol bosaverasiz. Assalomu alaykum. Akasan. Sog'ligingiz yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshi. Salomsiz. O'zingiz yaxshi. Sizlar ha yaxshi aka. Bo'la. Umringizga yor aka, sog'ligingiz yaxshi aka. Ha, rahmat akajon. Mana Gentra so'ragan yil necha aka buni? 20. 2020-yil Gentramiz. Kraskalari Kirilo kapotga va ichi o'tmagan. Kirilo kapotga bor, ichi o'tmagan. Metallari bor ekan aka. Chexol polik qilingan 2020-yil. Metallari bor. Odam qilma. Kraskasi Kirilo kapotga bor ekan. Ichiga o'tmagan. Metan ham 4-paketlangan ekan. Zo'r sotdi 20 dollar. Zo'r sotdi aka. Yana shitir pulga. Paralari ham qo'yilgan tayyor ekan. Ha, Amerikanka olib tura. Olib tura metan. Puli nechi pul aka buni? Qanday variantlar bor? 133 qilib beramiz. 133 bilan 2020-yilga 2021-yil avtomat Gentra hamma narsasi bor. 133 bilan yana ham kelishtirib beraveramiz aka. Barter, trading, kredit hammasi bor. Hammasi bor. Nomeringizni aytsangiz aka. 88li 311 17 18. Abbos. Abbos, oddosh biza, akam bo'ladilar. Ko'rganlaringizda sizlar xohlagan turdan qilib beradilar aka. Shunda yana qo'shimcha xuddi shunday mana shu Abbos aka telefon qilsanglar, Abbos aka trading xizmati, mashina olish, sotish, ko'rib berish, hammasini arzon narxga qilib beraveradilar akam. Bemalol telefon qilsanglar, xudo xolasa, mana shunday arzon 130 million, 133 million 20 Gentra zo'r. Bozorga bemalol dehqonlar bu pulga ola olmaysizlar. 140, 150 og'ziga kelgan narxda. Og'ziga kelgan narx dehqonda. Mashina purish mana shuni arzon aytib, itda javobini ham beradi mashinani sotgandan. To'g'rimi akajon? Aka, bozoringizni bersin. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling akajon. Xo'p. Xo'p. Abbos aka mana bozorda ko'rdik. Shunday. Narx-navo bilan tanishdik. O'zingiz aytdingiz baland dedingiz aka. Shunday. Ko'rdik. Endi xalqimizga, obunachilarga bizga chiqqanimiz sababi arzonroq mashina qilib berish. Xuddi shunday. O'zingizga ham bilishim bo'yicha mashina Weber juda ko'p aka. Aka, bunday narsa biza Xudoga shukr mana shu bozorimizga 2 yildan beri faoliyat yuritib boramiz. Har hafta bozor, misol uchun bozor narx-navodi aniq stabilni sal 1-2 million adashmasa, shu narx bozorda narxni arzon qilishga harakat qilganmiz har doim. Shu ofisimizni, misol uchun maqtashmasdan narsamiz, narxlarni ham qo'yamiz, mashinalarni so'rasangiz, men qo'yib beraman. Narxlarni ham solishtirib ko'rasizlar. Bu degani aka qarang, hammaga foydali bo'lsin. Bitta arzon sotmay, hamma arzon sotsin, hammani ishi rivojlansin. Birlashsa deydiki, osonroq bo'ladi. Biz gap isbot bilan deganda, hozir bizga aytibdilar, hammadan ko'ra, bozordan ko'ra arzon qilib beraman deyaptilar. Gap isboti bilan aka, nima mashinadan boshlaymiz? Farqi yo'q, nima mashina qo'yib beradi? Shu legendarni qo'yamizmi yo Cobaltmi, nima? Yo Gentralarmi, Trekkermi, nima mashina? Gentra qo'yamizmi aka? Gentra bo'lsa Gentra. Gentra aka, kecha ham 2 ta boshlang'ich to'losi qo'yganman. Yana 2 ta boshlang'ich to'losi. Yana qo'yib bera olasizmi? Bugun 2 ta. Qo'yamiz aka, nima uchun qo'yamiz? Birinchi video bo'lgani uchun mana hafta 3 YouTube'ga birinchi videomiz xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Birinchi video uchun 2 ta Gentra boshlang'ich to'losi qo'yamiz. Qo'yaman. Xudo xolasa. Nima uchun? Mana qarang, hamma savol beradigan savol. Nima uchun deydi boshlang'ich to'losi sizga bor. Borligini sababi aka, mashinam arzon.
Mashina bozor narxiga emas, arzon narxga bo'lgandan keyin aka u bepul chiqadi, iloji yo'q, xohlasan xohlamasan. Bankda o'zidan mana shu narsalarni ayting. Men narx aytaman aka, men narx aytaman, iloji yo'q. Uni menki men bankdagi odamlar ko'ryapti, hamma ko'ryapti. Uni iloji o'sha bepul chiqishini hamma biladi. Mashinani tana arzonlik hisobiga o'zi bepul chiqadi. Bo'ldi, qo'ysa qo'yaylik aka. Gentradanmi? Gentra qo'yamiz. Bo'ldi, ikkita gentra qo'yamiz. Mana bu aka 2022-2023. Birinchi gentrani shu ham pol ichlari bilan obzor qiladi. Balonlarni ko'rsating, salon holatlari. Avto 3 YouTube kanali akajon. Mana shunday holatdagi mashinalarimiz bo'ladi. Bu mashinamizda aka qarang, 2023-yil narxini 175 millionga qo'yaman. 2023. Metan, shumka, balon, Amerikanki optiralari bor. Mana ovozchasini eshitdinglar buni, shumka qilingan Amerikanki optira. 175 million, 20 ming kilometr yurgan. Halol. Birinchisi mana hozir aytdingiz, hozir qo'yaman. Bizga hozir Viber yo'q vaqti shu. Viber yo'q vaqti shu. Bemalol qarang aka, gapingizni bo'ldim. Bemalol ustiga ko'rsatib olib, aka xuddi ko'rsin. Agar aytgan gapingizdan nimadir boshqa aybi chiqsa, qanday Viber qilib berasiz? Nech pul o'tadi o'sha joyga? 5 million o'tib beraman. Kami 5 million. Agar aytgan gapimda bo'lmasa, 5 milliondan o'taman. Bo'ldi, eshitdingiz. Lekin bitta narsasi ham bor, qarang. Boshlanish to'lovsiz chiqadigan mashinalar yarimta bitta detal kraska bo'lishi mumkin. Bo'lmay qolib toza bo'lishi ham mumkin. Lekin 50-60% ehtimoli bor. Men people boshlanish to'lovsizga kraskasi yo'q javob deb hisoblayman. Lekin kilometrga mana aka mana shu qarshi bo'yicha javob beraman. Uyaltirmaydi. Yo'q aka, javob beraman. Aka qarshi bo'yicha demaymiz bundan keyin. Gapingizni bo'ldim, qarshi bo'yicha demaymiz aka. Birdan 12 ta viloyat qilaveramiz. Video davomiga men yana aytaman sizga aka variant. Bu ikkinchi gentra. Bu ikkinchi gentra aka. 2022-yil benzinga yurgan bu ham aka. Polni hamma narsasi. Salon holatlarini ham olavering. Zo'r aka. Bemalol ko'rsatavering. U tarafdan ochasizmi yo ochilar ekan? Tonirovka ruxsati yo'q. Prosta tak chiroyligina qilib qo'yganmiz, tugagan muddati. Hozir yana bir gentram keladi aka. 2023-yil Dark Mossvet Bizlook variant. Avtomat. Avtomat. 145 millionga qo'yaman. Buni 23 dedingizmi? 2023. Pachka. Xudo xolasa ertaga qo'yaman. Pachka. Pachka. Yo'q, pachka emas, yurgan. Endi 145 million juda tekinlar, avtomat ko'rib. Qarang, 2022-yil Gentra 155 million so'm aka. Boshlanish to'lovsiz chiqadi bu ham. Bu ham ha, bu ikkita varianti. Qarang, mijozlar uchun mana trekkerim ham bor aka. Bu trekker chiroyli. Bu ham boshlanish to'lovsiz aka. Qarang, metallar qo'yib qo'yganmiz. Kraska toza, 57 ming kilometr yurgan. Metan deyapsizmi? Metani ham bor aka. O'zi mashina 4-5 litr benzin edi, metan yaxshi gaz ham qo'yilgan. Metani ham bor, tayyor. Boshlanish to'lovsiz qo'yamiz. Buni ham aka. Ha, shuni ham qo'ydik. Hozir ikkitasiz 3 ta bo'lib ketdi. 3 ta bo'ldi. Trekker qo'shdi aka. Borida istan ham chiqib ketdi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, birinchi video uchun ikkita yo'llar birdan 3 ta qilib yubordilar Abbos aka. Keyin Abbos aka yana bitta variant menga shu xalqimizda o'ylagan holga nafaqat o'sha o'zimizda Qarshi bozorda 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatda bozorni siz bilan birgalikda, mana o'zim emas, siz bilan birgalikda solishtira olamizmi aka? Albatta aka. Siz mijozlar, mana shu klientlar, obunachilar nimani xohlasa, aka shunicha yurib qimmat narxga qo'yishimiz noto'g'ri aka. Shuni aka, hozir men narx-navodni ko'rib, yo'q mashinalarimning 3 ta mashina menga arzon, lekin turibdi. To'g'ri, soda so'z, haqiqatdan baland bo'lgandan keyin aka odam chiqmaydi-da aka. Undan ko'ra arzon narxga shu internet orqali oladi odamlar. Hamma arzon bo'lsin, hamma mashina minsin, hamma minsin mashinani oddiy xalq. Xuddi shuni aka, mana o'zimizning ishxonamiz, polni mana shu sotuv bo'limimiz, polni mana shu bozorda ichiga joylashgan. Equinox hammasi bor aka. Gentra, Trekker, Cobalt, lubo birlamchi, ikkilam. Aka bizning xizmatimiz, qarang. Bundayda ko'pchilik adashadi, borib tavakkali olib qo'ya narsa qiladi. Aka, bizga ishonchli, asosiysi ishonch. Misol uchun itni sotgan mashinamizga garantiya beramiz aka.
tekshirib beramiz. Itda misol uchun nimadir bo'lib qolsa ham birdan keladi. O'zimiz javob beramiz. Lekin ko'chadan olib, to'satdan olib, tasodifan olib, itda nima bo'ladi, nima qo'yadi bilmaydi. Shuning uchun hech kim allam qolmasin, iloji boricha maslahat qilib, ko'rib aka. Hozir mana onlayn aka, reklama. Mana misol uchun internet rivojlanib ketgan. Hech kim allam qolmasin. Hamma yaxshi narxga olib, hamma baraka topadi. Boshini olib kelib bersa, kurban berasiz, kraskalarni. Kurban beramiz aka. Bepul. Hech qanday nimadirga yo nima manfaati yo'q, kelsin. Ha, eshitib turibsizlar o'zlaringiz. Sotmoqchi bo'lgan mashinalaringizni ham qo'yib ketinglar degan maqsadga emas. Sotmoqchi bo'lsanglar, olib kelib beringlar. Abbos aka ofis ko'rdinglar. O'zlari mashinani boshidan oxirigacha kraskasimi, nima kamchilik bo'lsa, o'zlari ko'rib beradilar. Manfaati yo'q. Bepul. Keyin birdan adresni ham ko'rsanglar, Moshin bozorida hamma biladi. Moshin bozorida ichiga, Moshin bozor darvozasidan kirishga oxiriga. Mana mashinlarimiz aka, pachka mashinlarimiz mana Shayx do'za, mana traller do'za keladi, ko'rsating. Damaslarimiz, Kobultlarimiz Shayxga traller do'za kelib, xudo xolasa ko'pchilik so'raydi, aka 3 kilometr, 4 kilometr. Bizga kilometr yurmaydi, mana Shayxgacha keladi aka. Shayxda o'zidan oladi. Shayxda o'zidan olib beraveramiz, qilib beraveramiz aka. Reklamalar bepul. Bemalol kelsa, Xudoga shukr, Instagramimizga obunachimiz ham 15 ming, 20 mingga yaqin aka. Ha, video mobilni Instagramimizga ham qo'yamiz aka. Instagramga ham ancha obunachimiz bor. Ertan so'rab kelsanglar ham bo'ladi. YouTube'ga endi xudo xolasa birinchisi. Mana hozircha birinchi videomizga birinchi video bo'lganligi uchun 3 ta boshlang'ich qilib berdingizmi yo har doim shunday qilamizmi aka, xalq to'ylab? Har doim shunday qilamiz. Har doim aka. Har doim shunday yangiliklar. Xudo xolasa 12 ta viloyatga boshlaganmiz. Nasib bo'lsa niyatimiz 12 ta viloyatni narxlarini solishtirib, hammasini iloji boricha sizlar arzonroq mashina ko'rsatishga harakat qilamiz. Abbos aka endi baribir kamiga bir 3 ta 4 ta bank bilan ishlaysiz. Shunday. To'g'rimi? Shu banklarni ko'pchilik so'raydi. Mana bank qancha bo'ladi, bu bank qancha bo'ladi. Shuni hozir bitta mashinani olsangda, bir kamiga bir 4 ta 5 ta bank bilan hisoblasangiz qancha chiqadi. Keyin siz o'zingiz bo'ladi. Nima variantlaringizni aytasiz. Bemalol. Zo'r bo'ladi aka, foydali bo'ladi. Abbos aka, eng ko'p beriladigan savollar nima uchun 24% dan deysizlarda, birlamchi bo'lsa 27% bo'lib ketadi aka? Juda ham to'g'ri savol berdingiz aka. Bu narsani bir siz emas, juda ham ko'p mijozlarimiz, obunachilarimiz, klientlarimiz, kelgan klientlarimiz so'rashadi. Necha foizdan deyshadi, biz javob beramiz. Ikkilamchi 24% dan aka. Birlamchi 27% dan. Sababi aka, ikkilamchini konsalting xizmat, bank xizmati bor. Ular o'sha boshlang'ich to'lovni ichidan bir 10 million, 11-12 million bank xizmatlari oladi. Shuni hisobiga aka 24% dan chiqarib beradi. U ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi aka hech qanday bank xizmat olmaydi. To'liq o'sha necha pul bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zini kredit qilib beradi 27%. Agar ish haqqi bo'lsa, 25% dan chiqarib beraveradi aka. Keyin ko'pchilik savol ber, qaysi qulay menga? Qulay aka, qarang. Birlamchini nima qulayi bor aka? Mikro qarz deydi. Buni deydi, oldi sotdi qilib, mashinani o'zini tag'i zalogga qo'yib, pul olish bo'ladi. U tani aslatga turib, agar oldiroq yopadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, oldiroq ertachiroq puli bo'lib, ko'proq to'layotgan odamlar bo'ladi. Zo'raman deyotgan odamlar. Birlamchi qulay. 2%, 3% hech narsani hal qilmaydi. Agar birlamchiga ham ish haqqi bo'lsa aka, 25% dan ham chiqarib beramiz. Ikkilamchi aka, astatga so'mma misol uchun 160 millionlik Kobul 50 million so'm to'layaptilar. 110 million kredit qolish kerak. Lekin ikkilamchi 125 million atrofida kredit qoladi. Lekin foizi 24% aka. Muddatiga olib borib yopaman desalar, 24% dan ikkilamchi olishlarini tavsiya qilaman. Agar lekin pullari bo'lib, oldiroq to'lab bormoqchi bo'lgan odamlar faqatgina birlamchi, o'sha mikro qarz maslahat beramiz aka. Foiz 2-3% hech narsani hal qilmaydi aka. Muhimi yaxshi narxga mashina olish kerak. Yaxshi mashinalar olsa, bo'ldi kredit foiz bo'lsa, misol uchun o'sha mashinadan qoplatilib ketilaveradi aka. O'zidan, ha? Xuddi shu. Keyin yana bir narsa, hozir o'zingiz aytganingizdek, bir 2-3 ta variantlardan boshlang'ich to'lov qancha chiqadi, banklardan hisoblab bersangiz. Bo'ldi aka. Shuni juda ham to'g'ri savol berdingiz aka. Bizga hozirgi kunga Kobult o'zimizda jaydari, o'zimizga oladigan klientlarimiz faqat Kobult so'rashadi. Bir chiroyligina Kobult hisoblab beraman. Ikkilamchi, birlamchi hisoblab beraman. Birlamchi 27% dan chiqadi aka. Ikkilamchi 24% dan chiqadi. Agar ikkilamchi qiladigan bo'lsalar 24% dan akajon
60 million so'm boshlanish to'lov qilsalar, bir lamchiga ham 60 million to'la. Ikki lamchi undan arzonroq ham to'lasalar bo'ladi, qarang. 60 million pul to'lasalar, 126 million so'm aslatga so'mma qoladi. Kredit bo'yinlari. Oylik to'lovi chiqadi 3.650 mingdan. 5 yilga. 5 yil mobaynida. 5 yilga. 5 yil mobaynida. Bu bir lamchi aka? Xuddi shunday akajon, bir lamchi. Yo'q, ikki lamchi. Ikki lamchi. Bir lamchi akajon 60 million to'lasalar, to'liq kamayadi. 110 million sug'urta bilan birga aslatga kredit chiqadi. Oylik to'lov 3.300 mingdan chiqadi. 5 yilga. Bu degani 15-16 million ikki lamchi bilan bir lamchi 15-16 million raznica qilyapti aka. Lekin aka qarang, baribir ham foiz 3% raznica qilgani bilan ham 3.300 bir lamcha kam chiqyapti. Shunday. Chunki aslatga so'mma kam pul. 3.300 yaxshi. Xuddi shunday. Lekin aka puli kamroq odamga, misol 60 million deyapsiz-ku. Puli kamroq bilan kelib, pulim kam, o'shanga yarasha qilib beray bankdan desa, qaysi bank maslahat? Aka bizda 3 xil, 4 xil bank bor. Iloji boricha, imkon boricha kam pulga olmasliklarini nima qilaman? Maslahat beraman. Majburiyat bo'lgandan keyin arzon narxga olgandan iloji boricha yaxshi maoshni olib, o'sha qoplayotgan olish kerak. Baribir ham kam pul to'laganingizdan o'sha pulni 2-3 barobar qilib ko'proq qilib to'lab berasiz aka pulni. Bora ha. Boshini kamroq bo'lgan bilan imkon boricha aka, mayli 1 oydir, 2 oydir mashinasiz yurishsa ham aka, keyin pul bilan olganga yaxshi aka. Oylik to'lovi ham aslatga so'm. Hozir ko'pchilik o'ylaydi 5 million, 10 million pulga men olib chiqib ketaman. Yo'q, 5 million, 10 millionga olib chiqadi, lekin o'sha 30-40 million to'lamaganlik hisobi 30 million emas, 50 million bo'yina qo'shimcha minadi aka. Oylik to'lovi ham baland bo'ladi. Oylik to'lovi ham normalniy baland bo'ladi aka, juda ham baland bo'ladi. Bu degan iloji boricha naqd pulga olish kerak. Bo'lmasa pulni ko'proq qilib, boshlanmachini ko'proq qilib. Imkon boricha akajon, iloji boricha pul bilan yaxshi narxga olganga teng kelmaydi. Iloji bo'lsa kredit olmanglar, maslahat bermayman. Naqd pulga olinglar. Imkon bo'lsa bir lamchi olinglar. Bir lamchi ham nima bo'lmasa, ikki lamchi faqat yaxshi mashina olinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek, iloji boricha sizlar ham bozorda ko'rsating, narxlarni ko'rsating deb o'ylayman. Manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa keyingi videolarimizga nima ko'proq mashina, qanday variantlar, qaysi viloyatga borishimiz kerakligini kommentga yozasizlar, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Adres so'raganlar yana bir marta Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar mashina bozoridan shunday kirganlaringizda o'zi yo'l ustidan ham ko'rinadi. Hafta 3 kuzatishga davom etinglar.